good to see you. It's good to see you. And it's good to see you. Salam dostlar, welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. İngliz tilini yangicha, erkin, yangilik öğrenmoqchi bo'lsangiz, bu kanalning yaxshi do'sti bo'ling. Bugungi programmamizda Amerikadagi danglik kuldirguchi o'pini va söhbət programmasi riyosatchisi Alan DeGeneres va uning programmasiga qatnashgan boshqa cho'lponlar bilan birlikda ingliz tili o'rganamiz. Watching my show helped you learn English. Bu Alan DeGeneres show bo'lsa, kunduzi qo'yiladigan, ya'ni daytime show deb ataladi. Kunduzi qo'yiladigan söhbət programmasi bo'lib, intan yumoristik tuskiga odatda nurg'un cho'lponlarni taklif qilib, cho'lponlar bilan söhbət qilish xarakteridagi bir programma. Alan DeGeneres show bo'lsa, mushkamgacha 24 qatim Daytime Emmy Awards erishgan, bir qatim Primetime Emmy Awards erishgan. Bu riyosatchi Alan DeGeneres bo'lsa, 30 yillik kasbiy hayotida 20 qatim uda har xil temadagi People's Choice Award, ya'ni ko'rarmanlarning xalqning billat tashlashi bilan har xil shakldagi mukofotlarga erishgan. Unda bo'lsa bugun bu Alan va uning mehmonlari bilan qanday ingliz tilini o'rganamiz, davomli diqqatingiz videoda bo'lsin. Do you remember where we met? Do you remember where we met? Do you remember where we met? قەيەردە تونۇشقانلىقىمىز ېسىڭىدىمۇ? I remember pool party. I remember the pool party. Suzish ko'lchkining bo'yida qilgan kechilik yodimda, ilmi esimda. Bu yerda Brad Pitt bo'lsa, Hollywoodning danglik kino cho'lpini hammalarga tunishliq. Bu yerda davatqini bo'lsa, Once Upon a Time, burunning degan bir yaqin ishlangan bir kino to'g'risida paranlashyapti bular. Brad Pitt gerçi 50 yoshni oshgan bo'lsa-mu, badanini yaxshi tutganlik uchun bu yerda rasmda ko'rsatilayotgandek, bu yerda bular deyishyapti. Do you work out like crazy anyway, or did you work out like crazy extra because you knew you were going to do this? Do you work out like crazy anyway, or you did work out because you knew you were going to do this film? Sen odatda doim shunday badan chiniqtirib yoki mushu filmni ishlaydiganligingni bilganliging uchun maxsus mush film uchun qo'shimcha maxsus badan chiniqtirdingmi deganmanda. Unda bo'lsa ma'lum bir do'stingizga, mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, sen doim badan chiniqtirib turamsan demoqchi bo'lsangiz, bu savolni qanday so'raydi ekanmiz? Do you like to work out? Do you like to work out? Bu yerdagi workout bo'lsa, chiniqish o'ylarga yoki oilangizda yoki sirtlarda badan chiniqtirish, muskul chiqarish shakldagi badan chiniqtirish workout bo'ldi. Do you work out like crazy? Do you work out like crazy? Sen shunday intayin qizg'inlik bilan badan chiniqtirib turamsan. Bu yerda yana bir so'z bor, u bo'lsa fitness freak. Badan chiniqtirishga ziyada ishtiyoq bog'lab, badanini ziyada cho'nglashtirgan, ziyada muskullashtirayotgan odam bo'lsa, fitness freak bo'ldi. Do you work out like crazy? Do you work out like crazy anyway? Mayli qanday qilib bo'lmasin, odatda doim badan chiniqtirib turamsan. I try to stay healthy. I try to stay healthy. I try to stay healthy. Bu yerdagi stay bo'lsa saqlab qolish, healthy bo'lsa badan sog'lomlik. Siz agar bir ma'lum maqsad nishonda badan chiniqtirmay, faqat o'zingizning tan salomatligingiz uchun badan chiniqtirayotgan bo'lsangiz, Brad Pitt ishlatgan bu jumlani ishlatsangiz bo'ldi. I try to stay healthy. Your English word, and you'll say the word, and then you'll say what it means, and it's flabbergasted. Flabbergasted. That's right. Flabbergasted. Flabbergasted. Flabbergasted means feeling shocked because of something you were not expecting. Ziyada çöçüp ketish bo'libmi, siz o'ylab baxmagan ma'lum bir yuz bergan ish uchun çöçüp ketish degan ma'noni bildirdi. Flabbergasted. Flabbergasted. So'zning urg'usi birinchi bo'g'imda flabbergasted. Flabbergasted. Discombobulated. Discombobulated. Wait, say it again and I See, Matt, I told you No, this. no, no, say it again. I knew that was a better one, and he goes, Say tell yes. her to say flabbergasted.
Discombobulated. 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 Bu söz altı boğumluq bir söz, yani pel bulup sözün urgusu üçüncü boğumda, yani discombobulated. 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 It means confused or disorganized. Discombobulated. Discombobulated. Xuddi alin degandek confused or disorganized degan ma'ni bildirdi. Ya'ni qaymuqib qolgan yoki tartibsiz bo'lgan degan ma'ni bildirdi. Masalan, this puzzle game discombobulated me. This puzzle game discombobulated me. Yeah, discombobulated. 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 That is not even a word. You're just doing it to ruin my It is a word. presentation. It means confused or disorganized. Discombobulated. Xo'sh do'stlar, bugungi darsimizning mazmuni mushagicha bo'ldi. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.